Muborak oyda aholiga qulaylik yaratish va narx-navoni barqaror saqlash maqsadida hududlarda elga xizmat arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari tashkil etilmoqda. Hozirgi lavha shu haqda. Ramazon oyi saxovat va baraka oyidir. Bozorlarda ham aynan shunday muhit hukm surmoqda. Rastalar to'kin sochin, narxlar esa aholiga qulay tarzda arzonlashtirilgan. Mutasaddilar ta'kidlashicha, oziq-ovqat zaxiralari yetarli darajada mavjud va narxlar doimiy nazorat ostida. Kunlik yetkaziladigan mahsulotimiz Bo'stonliq tumani aholisiga hamda tumanimizga kirib kelayotgan mehmonlarga yetarli darajada zaxiramiz mavjud. Zaxiralarimiz ham arzonlashtirilgan narxda yetkazib berilyapti. Bundan tashqari tuman hokimligi, Bo'stonliq tuman departamenti, soliq inspeksiyasi va Bo'stonliq dehqon bozori hamkorligida olis hududlarga ko'chma yarmarkalarimiz tashkil etilgan. Bu yarmarkalarda olis hududlarga 18 xil turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib beryapmiz va mahsulotlarimiz sifatli darajada yetib borib, sifatli darajada sotilib kelyapti. Tongdan boshlab rastalar oldida xaridorlar gavjum. Go'sht, un, shakar, sabzavot va mevalar bevosita yetkazib beruvchilardan olib kelingani bois narx zanjiri qisqargan. Natijada xaridor ortiqcha ustama to'lamaydi. Savdo jarayonida tezlik ham, ochiqlik ham seziladi. Mahsulot bor, tanlov bor, narx esa aniq. Boshqa do'konlarga nisbatan arzon narxlar. O'zim ham xarid qildim. Pomidor, bodring, o'sha meva, sabzavotlari yaxshi. Yong'oq, misol uchun, chaqchuqlari hammasi nisbatan boshqa joylarga qaraganda yaxshi arzonroq. O'zim ham oldim, xursandman. Hamma mahsulotlar joyida, hamma narsani topsa bo'ladi bozordan. Yana bir muhim jihati, bunda yarmarkalar bozordagi umumiy muhitga ham ta'sir qiladi. Arzonlashtirilgan savdo boshqa rastalarni ham narx siyosatini qayta ko'rib chiqishga undaydi. Bu esa butun bozorda muvozanatni saqlashga yordam beradi. Xaridorlar esa bunday arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari ko'proq tashkillashtirilib turilsa, yanada mamnun bo'lishini aytishmoqda. Bozorlarimiz ichida sal qimmatroq narx-navolar, lekin yarmarkalarda nisbatan arzonroq. Yarmarkaning sifati juda yaxshi. Yarmarkalarni ko'paytirsa, biz kelamiz. Shu tariqa Bo'stonliq dehqon bozoridagi yarmarka oddiy aksiya emas, u talab va taklif o'rtasidagi muvozanatni real amaliyotda ko'rsatayotgan hamda aholining hamyoniga sezilarli ta'sir qilayotgan iqtisodiy mexanizmga aylanmoqda.